Shahrimizning Gagarina ko'chasidan juda ham ko'pchilik mijozlarimiz yaxshi 3 xonalik novostroykalardan kvartira qidiradilar. Aynan mana shu ko'chada shundoq 51-maktabning yonida 3 qavatli kvartiramiz sotuvga chiqdi. 4-qavatda joylashgan 87 metr kvadrat tashkil etadigan ushbu kvartiramizni marhamat mehmonxonasini ko'rib turibsiz. Barcha sharoitlar qilingan kvartiramizda yumshoq mebel qo'yilgan, katta televizor, TV zonalarga alohida e'tibor beramiz. Keling, qolgan xonalarni ham ko'rib o'tamiz. 3 ta xonamizdan tashqari chiroyligida mana shu prixoshkamizni hol sifatida jihozlashtirganlar. Bemalol shu yerda o'tirishingiz mumkin. Kirib kelish eshigimiz bo'lyapti, smart eshiklar ko'rib turganingizdek. Mana bu yerda bizning 2 kishilik bolajonlar uchun mo'ljallangan xonamizni ko'rishingiz mumkin. 2 kishilik sharoit qilingan shkaflarigacha kvartiramiz radiator isitish tizimida isitib beriladi. Undan tashqari mana bu kafel bo'lgan joylar cho'qli polda isitib beriladi. Zerkalniy zonaga e'tibor beramiz, juda ham chiroyli. Mana bu esa kvartiramizning oshxonasini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham barcha kerakli sharoitlar qilingan. Отопление tizimi individual isitish tizimi, ya'ni duxkontrni kotyol yordamida isitib beriladi. Xo'p. Endi kvartiramizning master spalnyasini ko'rishimiz mumkin, marhamat. Bu yerda ham asosiy yotoqxonamiz hisoblanadi. Barcha kerakli sharoitlar qilganlar. Bemalol kelib dam olasiz ishdan charchab kelganda va o'zining yuvinish xonasiga ham ega, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Va so'ngida kvartiramizning sanuzlini ko'rishingiz mumkin. Umumiy sanuzli 51-maktab shaharning eng oldi maktablaridan biri. Bemalol olib bolalaringiz mana shu yerda o'qishlari ham mumkin. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling.